пакету с какими-нибудь бабой. Сейчас потолок. Вот так вот все трясется. Я не понимаю. Потом, если эта стенка их не рухнет, вот мы прям все поплывем туда. Попросим Гасина, я письмо отправлю. Hokim qabuliga men ikkinchi marta keldim. Aynan meni muammoyim bo'yicha, uy joyidagi renovatsiya bo'yicha va hokim javoblarning o'zlari shaxsan chiqib joyiga chiqib o'rganaman. Ikkinchi marta emas, demak, birinchi marta kelishim kerak edi. Vaqt ishlarim sababli kela olmagandim dedilar va bugun hozir boraverasiz. Uy joyingizga to'g'ridan-to'g'ri boraman dedilar, chiqib o'rganaman. Bugunning o'zida keldilar. Albatta hamma savollarimga javob topdim. Xudo xolasa endi bundan buyon qilinadigan ketma-ket ishlar ro'yxati aytildi. Shularni kutib turaman natijasini. Все. Пойдем.